Assalomu alaykum sevimli azizlar. Qanavalıma yaxshimi? Obdan turibsizlar. Bugun biz Qiyodik ovchining Og'uzari nomli kitobning davomini o'qishni davom qilamiz. Bu kitob dangliq qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtor Shahonovning suhbatlari asosida tayyorlangan bir kitob. Bugun kitobningki ikkinchi bobini so'zlaymiz. Birinchi bobda To'rt ona degan bob. Bu bobda asosiy o'zining tug'ilib o'sgan yurti, tarixi, mushlayaqdiki o'zaro paranglarini deb ketadi. İkinci bab Nurluq yulduzlar və bir uçum tuproq. Ularni əslash nima degan huzurliqi? Rivoyat sarayin kengirlashib, tuyg'ungda quyoshning parlaq nuri jilva qilgandek bo'lasan. Demak, mayli kim bo'lsin, uning o'z davridan, o'z zamondoshlaridan ustun turadigan yuksaklikni so'zlash dunyoviy madaniyatga qo'shiladigan tuhfalarning biridir. Birinchidan, bundaq əslash o'zimiz uchun zarur desak, ikkinchidan shu kishilarning jasurona ro'yi oldidagi inliq, farzandlik qarzimiz ham vaqt yomg'iri yuyib, oftobda qag'jirgan tavarik qabrlarga tashlagan bir o'chim tuproqimiz bo'lib qolar. Chingiz Aytmatov. O'ng'ay emas bu kurash. Qachon bo'lsin birlik yo'li tuz emas, gunoh emas, tushunmaslik bilganga, tushunishga tirishmagan ko'r baras. Muxtor Shahonov. Aytmatov. Doim tush ko'raman. Buning nima karomat ekanligini bilmayman. Kirpikim qiqildimi qalaymaqan tushlar ko'raman. Tun kechida birda shotlanib, birda muңlanib uyg'onib ketaman. Shotlandig'inim o'z vaqtida hayotning ochiq-chuchugini billa tetagan, ko'ngillar osmonida yulduzdek yongan qadrlik odamlarni ko'raman. Ba'zida tushimga o'zim aralashmagan, biroq sirtidan bilishadigan mo'tavarlarmi kiradi. Tirik jonga tish yerib tinmaydigan ko'ngil sirlarimni ba'zida shularga aytaman. Yoshirmoq na hojat. Bir-ikki qitim doktorlarga ko'ringan yerimmi bor. Ularning fikricha ortiq kam bo'lib turgan hech nima yo'q. Hammasi joyida saq ekanman. Ko'zim salpal ilinsila murakkab voqeliklar bilan abjash xayollar qaynimga sho'ng'ib kirib ketaman. Shahonov. Cheka, doktor bo'lmasammi aytay, buningda boshqa turg'ida hech nima yo'q. Ta'mimcha bu xiyol bilan ta'sirotning uchqurligiga, keng doiraligiga munosabatli ahvol bo'lsa kerak. Yana sal cho'chitib qo'yay, balkim tush ko'rishdan to'xtasangiz hozirgi saviyadagi yozg'ich bo'lolmay qolishingiz mumkin. Osmondan yulduz oqdi deb qo'yamiz. O'chgan yulduzning eng oxirgi taratgan yorug'ligining o'zi yer shariga million yilda aran yetib keladi ekan. Shuningga o'xshash, yerdagi odamlarning ba'zilari bu hayot bilan xo'shlashgandan keyin tiriklarning ko'ngilida shu yulduzlardek qarab sho'la chechib turadi. Shu kunlarda ularning ko'pinchisi ko'z ko'rmaydigan, qo'l yetmaydigan uchqur yulduzdek nurliq siymolar orqali tushingizga kirdigandir. O'zlari qilib ulgurolmagan buyuk ishlarni, hayotning agar to'qay yo'llarida talay qatim shikastlangan orzu armonlarini sizni amalga oshirsin deb tush orqali ayon qiladigandir. Aytmatov. So'zingda chaqchaq qilganing bilan to'g'ri hukm qilyapsan. Iliada bilan Odissani yozgan Homer, ya'ni Homer dastoni deymiz-ku, bu Homer milodidan ilgirki 8 va 9 asrlarda yashagan Gretsiyaning dangliq shoiri. Uning Iliada va Odissa deydigan dastonlari bor. Biz buni tarixda o'rgangan-ku, tarix darsimizda. Mushu Homer haqida Gretsiya mutafakkiri Platon bu shoir butkul Illadani tarbiyaladi degan ekan. Allomalar xalqning ustozi. Agar ularning iziga ta'siri bo'lmasa, bizning taqdirimiz balkim sal boshqacha bo'ladimi? Buni kim biladi? Ashu yo'riq yulduzlar ichida dastlab tunishgan odamim qozoq xalqining ulug' farzandi, kulli olam e'tirof qilgan yozuvchi Muxtor Avizov edi. U chaqda Bishkekdan Sirbayin nomidagi chorvachilik institutining o'quvchisi edim. Manas dastoni haqida talash evijiga olgan mezgil. Uning ulug' daston ekanligini, butkul qirg'izning hamma tarixi, botirligi, cheksiz nazmiga mujassamlanganligini xalq olam birdek tan oladi. Shundaq turib gap u sotsialistik realizmning tarafiga mos kelamdi yo'q deganga taqalganda ko'pincha kishilar o'zini chetga oladi. Shu chaqda vaziyat uchun boy mansabdorlarni so'kadigan, kambag'alning nachar turmushini kuylaydigan, hatto hukmron sinf vakillariga qarshi isyonga chiqqanligini bayon qilgan asarlar kerak edi. Dastonning bosh qahramoni Manas
Manas Yaqub boyning yolg'iz o'g'li. Ham xon degan ismi bar bo'lg'achqa ba'zi tadqiqotchilar xon degan so'zning o'zidan xuddi do chaqqandek cho'chib ketgan edi. Shuning bilan Manas dostoni boy feodallik davrida xonlik hukmronligini tashabbus qilgan, qarapayim xalqqa yot, aksiyatchi asar degan fikrni bazoq solgan yangi bir yozilgan maqola oshkora avj olishga boshladi. Bu ulug' dostonning beshiga qora bulut to'planishga boshlanganligining nishoni edi. Shu chog'da Manasni qo'llagan bir ikki maqolam yezildi. Biroq bu maqolaga hech kim quloq solmadi. Elning hammasi shundoq malaman, ichki sezimda yurgan kunlarning birida Sovet Ittifoqi Fan akademiyasining Qirg'iz sho'basi binosida Manas to'g'riliq muhokama bo'ladi ekan. Dostonning taqdirimi shu muhokama yig'inida hal bo'ladi ekan degan gapni anglab, darsdan chiqib g'ulg'ul qilishib yetib keldik. Bu unutmasam 1952 yilning yoz kunlari edi. Kelsak bino ichiga kirish mumkin emas edi. Elning ko'pinchisi ko'chada turishyapti. Ulug' kichik tinib, Manasdan ayrilib qolmasaqla bo'ladi-ku deb ansirab yurganlar to'la edi. Bir besib, ikki besib, oxir muhokama bo'layotgan zalning ishkiga bordim. Bo'ynimni so'zib qarasam, to'rdagi radda 15 kishi o'tiribdi. O'ttirida Qirg'iziston Kompartiyasi Markaziy komitetining shu chog'dagi birinchi sekretari Is'hoq Razaqov, uning o'ng tarafida Muxtar Avizov o'tiradi. Muxtar bilan yuzma-yuz uchrashmagan bo'lsam-mu, asarlari bilan birga e'lon qilingan suratlarini ko'rgan edim. U munbarga birining keynidan biri chiqib, dostonni xohlagancha qaralab, tuzkorlik bilan dassab chaylab, xor-zabun qilayotganlarning so'zlariga unsiz quloq solib, qog'ozga nimalarnidir yozish bilan band edi. Manas partiyaning hozirgi siyosiy xilof asar, aramizda yurgan pan-turkizmning ko'ni ko'zi. Asosiy nutq so'zlikchining biri bo'lgan Abuzuqov dostonni butunlay yo'q chiqarib so'zlayotganda zal tavrab ketdi. Noroziliklarni oshkora ifodalagidek darmon yo'q. Ishik sirtidagilarning g'azablanib baqirgan ovozim anglanib turadi. Manasdan biroqla ayrildik-ku deb umid uzgan chog'da munbariga dodil qadam tashlab Muxtar Avazov chiqdi-da. Manasda boy zardarlarni maqtaydigan yerlar bordi. Biroq bu butun bir xalqning cheksiz hayotiy kuchi bilan erlik jasoratining, ma'naviy xazinasi bilan milliy madaniyatining avloddan avlodga sap sheritli bilan yodga etilib davrlardan davrlarga o'linib kelayotgan qon yosh bilan ko'rkam kechlangan tarixi. Qirg'iz xalqining tarixidan Manasni yo'qotish bu butkul qirg'iz millatining tilini kesgan bilan teng emasmi? Bök oldisi bosh olirga tayyor turadigan tug'mas to'xola bizning qavmimizning qachonmi yo'qla deb salpal ulug' kichik tinib Bozukovga burildi. U bo'ynini ichiga tiqib olgan kurik to'xidek tugilib qoldi. Muxtarning dunyo qarishining kengligi, dunyoning qadimki, hozirgi zamon adabiyot tarixini yaxshi bildiganligi, tarmoq o'y fikrlarni zo'r falsafaga, konkret dalillarga selib mahorat bilan so'zlaydiganligi, qirg'iz millati yaratgan ma'naviy boyliqlarga bo'lgan ajoyib hurmati bilan ishonchisi zalda butunlay yangi ahvol paydo qildi. Navoda odil gap qiladigan bo'lsak, Manasning qora tizimligiga ilinmay aman qilishi Avzovning dal shu qitimqi tarixiy nutqiga munosabatlik edi. Uning yurak tarini chekkan nutqini Is'hoq Razaqov mamnuniyat bilan tinglab, qayta boshlang'ich deb o'tirdi. U Manasning tarixiy qimmatini bilgan bilan yana bir tarafdan shu chog'dagi qattiq siyosatdan ehtiyot qilib, tit bo'lgandekmi qilgan edi. Dostonni ochiq qo'llagani uchun Toshim Boyjiyevga o'xshash yurtdagi mo'tivarlarning turmada yotganligi nurg'un xatardan belgi berib turadi. Muhokama oyoqlashganda sirtdan suyincha Manasni omon saqlab qoldik. Muxtar sen nada? Seni tuqqan onangdan va butkul qozoq xalqidan o'rgaldik degan cho'qon ko'tarildi. Xushallangan, quchoqlashgan, ko'ziga yosh elishgan, yurt ahli qahrtonda qolgan tugidek bo'slashdi. Manas dostoni qirg'izlarninki, qirg'iz xalqining donglik dostoni, buni hammamiz bilamiz. Bir millatninki shundoq klassik dunyoviy asarlari, tarixiy asarlari shu millatni millat qilib turadi. Uning ro'yini terib turadigan narsa shu. Uyg'urlarninki Qutadg'ubilik, turk tillar divonidan iborat bu ikki mashhur go'hri, angushtiri qo'limizda. Qutadg'ubilikni qanchaligimiz aramizda o'qidik.
Bilmeymen. Albatta 1984 yıl tayyorlangan o nazmiy nashr va yoki shu 1984 yılı tayyorlangan Uyg'urcha nazmiy nusxasidan keyin 2010'larda va ondan keyingi chiqqan o nusxalarini hammasi she'riy nusxa bo'lg'achqa jiqlarimiz uni o'qib ketishimiz notayin. Ammo Yormamat Toyir Tug'luq buni falsafiy roman shaklida yozib chiqqan. Men 2003-yili 2003-yillarmi shu to'liq birinchi yillik 15-16 yosh chog'larim shu vaqtida Yormamat Toyir Tug'luqning asarlarining hammani yig'ayotgan va izg'oqlab o'qiyotgan zamonlarimda o'sha chog'da bu kitobni o'qidim. O'qib bir boshdan ilqadak o'choqlarda kitob o'qish xotirasi yozib, menga yaragan jumlalarni yozib oldim-da. Bu qarab baqsam hamma jumlasi yaraydi ekan. Uningdan ichidan elib olib, men bir atolni avvalay degidek emas, butun kitobni shu yodlab etgidek bir xilliqim. O ishtiyoq, o narsani hozir ifodalab berolmayman. O 15-16 yosh vaqtlardagi o hayajon, o cheksiz ishonch, hech qanday bir ilaqi jahonning g'iymarlashmagan o zamondagi g'oyamizga bo'lgan intilish bek qimmatlik. Hozir shu chog'larimni eslab hayajonlanyapman. Oxiri butun do'stlarim bu shu qitolga birlikda shuni o'qinglar menda yotoqdagi bolalarga. Bular ko'ngilshimidi. Qanday qildim shu chog'da bir narsa batdi Fuduji deb bunday qo'yib qo'ysak, tekrar o'qiyverdi. Hammamizda bunday kichikliqim, unolg'ilari batdi. O zamonlarda naqshanglaydigan zamonlarimiz-ku. Shu unolg'ida men ikkita quruq dey linti ilib o'qib shu zamonda chiqdim. O'qib oxirimiz atiganda biz o chog'larda soat 6:30da gimnastika, sərli gimnastika o'ynaymiz, zavsov deb qo'yamiz-ku. Men to'liq o'tirib o'qimagan, men texnikum o'qigan, shu texnikumdagi savodoshlarimning gapini deb turyapman-da. Shuni majburiy qo'yib qo'ymanda, o chog'da damda men xeli bir holliq boy hisoblanamdimki, meni nochti o unolg'ilin fudujirim, uni nima deylamdi? Shu unolg'ilintsan tekrar u yoqda gap kelsa, bu yoq bizning o'rib-cho'rib selishimizning hojati yo'q. Shu o'zi o'rib, o'zi cho'rib qo'yaverdi-da oldi keyin. Xudoga bilikni shu boshdan oxir o'qib bu deyni bir 4-5 neliqada ko'paytkizdim. Ko'paytib birisini shu chog'da Sanjiga xizmatga mangan tog'am, akam deyman. Akam bati shuni sovg'at qildim. Angla aka deb. Qolganda do'stlarimga anda birisini shu yotoqda qo'yib qo'ymanda atdigan oqshim. Voyjon, necap qo'yaverding bir naqshanglig'i qo'ymay deb. O zamonlarda Abdusopurning deylari modolab ketgan zamonda naqshlarchi. Shuni anglig'i qo'ymay Xudoga bilikni qo'yib berganim esimda. Demakchi o'g'lim shu. Biz o'ylab 1000 yil burun hozir shu Xudoga bilikniki asli yozilgan yozmasini o'qiyapman men. Shuningki shu davrdagi tili, shu davrdagi parosati, ya 1000 yil burun, hozir masalan shu tarix sanasida ko'rayotgan u millat, bu millat, u bu deb qo'yamiz. 1000 yil burun nima bo'lyapti deb qilsa, yeziqi bormidi, yo'qmidi deyishib qolamiz. Bizning qaltis yeziqimiz, tilimiz, tariximiz, madaniyatimiz, davlatimiz, butun Qarxoniylar sulolasi xuddi bugungi Amerikadek masalan Amerika kuchlik deb qaraymiz-ku. Qarxoniylar sulolasi ayni zamondagi noiti kuchlik davlatdi. Madaniyat jihatda haqiqatan shuningga shunda dongliq asarlar o'ttirga chiqa olgan. Shu zamondami yana shu turk tillar divonining yezilishining oldikendagi hikoyalarda Mahmud Qashqari deydi-ku, turk tili bilan arab tili xuddi baygiga tushgan ikki tilga o'xshaydi deb bu turk tillar divonini Bag'dodga berib shu chog'dagi podshoh sovg'at qiladi hamda u buningdagi sabab shu. Balkim shu zamonlarda hamda turklar islom dinini qabul qilgan vaqtlar shu ammidan burun Sulton Bug'roxon nimadan boshlab qabul qildik hamda islom dinini qabul qilib biz Uyg'urlar dastlab islom dinini qabul qilgan turklar bo'lib hisoblanamiz hamda. Unda bo'lgandan keyin shu vaqtda balkim bir arab tiliga va shuningga bir yod qilishish shakllanganmi aniq bilmayman, ammo shu chog'dami turk tili arab tilidan kam emas. Umi o'xshashlar xuddi baygiga tushgan ikki tulparga o'xshaydi, ikki til deydigan narsani o'tirib qo'yibdi. Alisher Navoiy zamonasidami Alisher Navoiy o'zining yozgan asarlarida sap shu o'xshash arab faris tillari bilan turk tilimi o'xshash shunday
balogati, fasahati, go'zalligi bilan teng tura oladi deb qarab ashundoq nima qilibdi. Bugungi kunda biz yana shu Uyg'ur tilimizning, o'zimizning tilininki saqlab qelish, o'zimizning tilining nurg'un narsalarni ifodalashga, o'zimizga yetadiganligini, faqat bizning o'rganib shuni qazmayotganimizni, bu haqda yetarlik o'zimizning tiliga ahamiyat bermayotganligimizni his qilamiz. Shu yerda Manasdan faxrlanib Manas haqida so'zlaganda mening Muqtadg'u bilik Turk tillar divani haqida so'zlagim kelib qoldi. Bu Turk tillar divani nihoyat ensiklopedik bir ilmiy asar u. Xuddilik hozirgi tadqiqot maqolalaridek nihoyat cho'ng bir buyuk bir asar. Muqtadg'u bilik shu amniyatda hokimiyat, davlatchilik, nurg'un qaltis bir ideya singdirilgan kitob. Buningki she'riy nazmiy nusxalarini o'qimasaqmi, shu nimani cho'qim o'qib chiqishinglarni tavsiya qilmayman. Yarmamat Tayir Tug'luqning. Undan keyin buningki shu Yarmamat Tayir Tug'luq o'qigan nusxasi, nima tayyorlagan falsafiy roman shaklidagi nusxasini Abduqoyim Emin o'qib, buningki shu chaqda Abdulla Erponlar, Erpon madaniyat taqsimot shirkati, elektronlik shu Erpon shirkati shuni Abdulla Erponlarningki nimasida baş bo'lishida buningki ovozli kitobmi chiqqancha, bu qaltis bir emgak. Demak, insonning hayotida nima qoldi? Hozir Erponni davatib, Abdulla Erponni Alloh har joyda omon qilsin, sog' salomat yana ularning shu vatan xalqiga bo'lgan xizmatlarining davomini kelishga nasib qilsin deymiz. Mushta ish qilish kerak. Davomlashtiraylik. Shaxonov. Shu chaqlarda boy zardarlarni madiylagan asar degan niqob bilan qozoq xalqining qanchalagan esal dostonlari bilan qissalari adabiyotning ta'siridan mustasno qaralib, qor tizimlikka tushib, arxivga solinib yotdi. Buninggacha turmaning ta'min tetib, gunohsiz 2 yil qamalib chiqqan Avizovmi o'z beshidan ansirab yurgan edi. Anglashimcha, Muxtarga Cumhuriyet Xavfsizlik Komitetidan notanish bir ayol telefon qilib, bugundan qolmay o'zingizni chetga keling, bo'lmas kichiksiz, sizni tutish hujjat tayyorlanadi debdi. Muxtar shu kun oqshom uydan yoshirin chiqib Moskvaga uchib ketgan ekan va u yerda do'stlarining yordami bilan surgundan qutulib, Moskva davlatlik universitetiga professor bo'lib o'rinlashgan. Uning shundoq davolg'ib turgan mezgilda beshida zo'r balo qazo agib tursimi. Manasni qo'g'dashga yangshimaylab tushganligi azmatlarning erkakligiga tangish emasmi? Shundoq. Shu muhokamada dostonga tilakdosh bo'lib, eshikdan marab turganimni aytdim-ku. Oradan 30 yil o'tib, Manasning dastlabki to'liq nashriga muharrir bo'lib kirish so'z yozdiganligimni, olamlik saviyadan o'tgan talay yig'inlarda Muxtar to'g'riliq so'zlashimni bilsam-chu, ulug' ustoz bilan ikkinchi qatam uchrashishim to'limi qiziq. Moskvadagi Maksim Gorkiy nomidagi Xalqaro adabiyot institutining yuqorichiligida o'qiyotgan chaqlarim Mixail Dodsonovning Yolg'iz bo'lguchil emas degan romani nashr qilinib, rossiyalik yozuvchi ekan bu. Adabiyot sohasida cho'ng to'lqin paydo qildi. Biri tamoman putini yerga tekkizmay ko'kka ko'tarib maqtaydi. Ikkinchisi uning qarshi dalil ko'rsatish orqali datalash qilib yomonlaydi. Talash tatishda bir qarorga kelish uchun Markaziy adabiyotchilar birlashmasining kichik zalida cho'ng yig'ini ichildi. Men balduroq kelib zaldan o'rin olgan edim. Hay'at riyosida xillangan kishilar joylashib olgan. Odam nihoyat ko'p bo'lg'achqa boshliqdek o'rin yo'q. Ba'zilar derizning tekchisiga, ba'zilar yagil gizi silib o'tirishgan edi. Munozir tugaydigandek emas. Nutq so'zlaydiganlar munbarga keyni-keyindan chiqib so'z orqali qilichvazi qilishmoqda edi. Bir chaqda eshik tarafga qaradim. Hujmatlashib turgan odamlar orasidan Avizovning chiroyini ko'rib qoldim. Kechikib qolganmi? Hay'at riyosida o'tirganlar uni boyqimadimi yoki boyqigan taqdirdami ishkirga o'tishga mumkin bo'lmaslik shu yer turib qoldimi? Avizovning qisilishayotgan kishilar orasida qolganligini ko'rib bekmi xijil bo'ldim. U qaytib ketolmay yoki oldiga o'tolmay turadi. Oxiri damirish bo'ldi. Zal dimiq. Tag cho'milgan kishilar qiyochiya qilishib tashqariga manganda men ming bir ta'sir uning yetishib oldim. Men uningga salom berib qo'sh qo'limni sundim. Shuningdan keyin Muxtarka, sizga o'rin bor, yuring dedim-da, uni qatodagi o'z o'rnimga olib keldim. U o'rindiqqa joylashib olgandan keyin salpal angdan bo'lib, qaysi bolasan, qayerdansan deb so'radi. Qirg'izistondanman dedim men. Bu maktabning adabiyot institutida o'qiyman. Rahmat sana. Odam bolalar tonishidi ekan-ku, sadagan ketay, baxting ichilsin dedi u tamtirab turgan menga yana tegidan qarab. Men uchun buningdanmi ortiq tilak yo'q edi. Sen Avizovni ko'rganmi? U kishi olamdan o'tganda sen bek kichik bo'lishing mumkin.
U alemde ötüşden sel ilgiri Çimkent Qo'g'ishin zavodining Madaniyat sarayida uning Abay yo'li romani to'g'risida 2 kunlik o'qirmanlar kengashi o'tkazildi. Olmaotadan Muxtar Avizovning o'zi atayin kelib bu kengashga qatnashdi. U chaqda oblastda Mahmudbek Qaldiboyev degan ko'zga ko'ringan bir shoir yigit bor edi. Manga taklifnoma avatganmu shu kishi edi. Shu chaqda danqa olamga targ'an u cho'ng yozg'ichini tunji ko'rishim, uning so'zlashlari, yurish turishlari, mamnun bo'lgan chaqda burnini siyirib belli deb kulimsirashlari bizga o'xshash bo'z bolalarga to'lim qiziq tuyuldi. Ustiga ko'k sur kostyum kiyivyapti. Kitobidagi suratiga qaraganda sal judangu, chiroyi so'lg'inroq ko'rindi. Balkim Abay yo'ldan keyin So'lg'an bix nomli yangi asarni yozish uchun ko'p o'ylanib, mung'ib yetib yurgach shundoq bo'lgandi. Nutq oyoqlashishi bilan imzo qo'yg'izish navbatiga keldik. Odam noit ko'p, put qo'yg'idek yer yo'q. Surilib yozg'ichning oldiga yaqin bordim. U chaqda Abay yo'li bilan Anglik Kebekning ba'zi yerlarini yodga bilatdim. Shuni aytay deb qancha tamshalsam jur'at qilolmadim. Bir tarafdan uyaldim, yana bir tarafdan keyni turganlar ittirishib kelyotdi. "Eting nima o'g'lim?" dedi Muxtar. Men bergan bir g'irich qalinliqdagi romanning muqovasini ichib. Muxtar: "Dadam kitobingizni o'qib, mening etimni sizning hurmatingiz uchun qo'ygan deb aytqim kelib tursimi, aytishga petinolmadim." Yozg'ichi menga bir xil esdashlik bilan qarab, beshini lang'ishtida imzo qo'yishga boshladi. Bola Muxtarga ota Muxtardan yodgor, ixlos bilan deb yozdi. Yozuvchining xati qing'ir-sing'irroq ekan. Bu ulug' san'atkorni tunji va eng oxirgi qatim ko'rishim edi. Chimkent Ma'rif institutida sirtdan o'qib yurgan chig'imda Odil Ermakov degan o'qituvchimiz bor edi. Hayron qolarliqi u Muxtar Avizovning Abay yo'li romanini yodga biladi. Bu qadimki Sayoqboy Qaraloyevni esga oladigan hikmatning biri edi. Sizning Samo yo'li degan asaringizning ko'p yerlarini yodga biladi. O'quvchisi bo'lgandan keyin yaqinlik qiladimikin, mening texi bir necha pishmagan she'rlarimni o'ziga xos mahorat bilan o'qiydi. Shu ustozning og'zidan mundaq bir hikoyani anglagan edim. Kitob imzo qo'yg'izishlar, yozuvchilarimizga bo'lgan hurmat, yozuvchilarning o'zining millati va vataniga bo'lgan sadoqati, vijdoni. Qalam tavratgan vaqtida men faqat o'zimning ichimdagi hissiyotimni, ilhomlarimni to'kyapman, yo bo'lmasa mushta bemanchi pach kitobimni chiqib olsken deydigan undaq bir yo'nalishliklar emas, balki qalbimdan chiqqan har bir narsa keyin mendan qolgan bir narsaga aylanib qoldi deydigan mas'uliyatchanlik bilan xalqini, vatanini, o'zining millatini, shuning foydali narsalarni yezish, qalam tutolg'idek iqtidor berilganlarga nisbatan nihoyat cho'ng katta ne'mat. Bizning nurg'un ashtaq suyimli ustozlarimiz, yozuvchilarimiz batdi. Mani ko'rib bilqinim esim kelib qolmish. Abduqodir Jaloliddin ustozimiz Urumchida Janubiy Qo'g'u deymiz, Namirda bir yerasida bir do'stlik kitobxonasi deydigan. Yo'q, Yanguang Shuching deydi, Quyosh kitobxonasi. Bu butunlay degidek shu Xitoy tilidagi kitoblar bor bir kitobxona. Yomon Beknovich kitoblar bor u yerda. Shuning bilan bir qatim bir aspirant o'qiyotgan bir do'stim shu kitobxonaga borayli, bek yaxshi kitoblar bor dedi. Ha deb qildik. Shuning bilan nimda dedi, san kitobxonaga kelganda ma kitobxonada balkim Abduqodir Jaloliddinni uchirtib qolishimiz mumkin. Bek to'l keldi u ma'lum, men necha qatim ko'rgan deb. Shuning bilan kirdik. Kirib bu yoq cho'gilib, bu yoq cho'gilib, rost bir chaqda Abduqodir ma'lum kirdi-chu. Bizda jiroqdan qaraymiz yoqqa. Hijil bo'lamiz, ammilik bir xil surhayitidan nim qilmasa, uningdan burunmi ko'rmagan eslayman. Ish qilib bir sinchi qatimni shu vaqtida ashta salom qilaylimu deb o kitobxonaning ichida paransab gap qilolmaydi. Dedim jimjit deb yer kitob ko'ryotdi, yak tanlab ilyotdi. Kutubxona emas, kitobxona. Shuning bilan ishda qarab filqa kitob nomeri turdimda qarab marab turdiqda. Tursak ma'lum es qilib qoldim. Shapdimda qarabla bizga qarab kulimsirab bosh egib salom qildi-chu. Bizim shunda salom qildik. Yeniga borammidik, gap qilammidik. Lekin hilqi ma'lumning o'zi oldin bizga salom qilishidan shunda bir kamtarligi, fazilati jiqmas. Keyin maxsus
Pedagog universitetida ders ötdi, şe'riyat nazariyasi haqida. Uningdan keyingi boshqa adabiyot, tarix haqida darslarni o'tdi. Shu 1 yil men o'zim u vaqtida Jinoyat universitetida o'qiyotgan vaqt, o'shadan pedagog universitetga har juma kuni dars bo'lardi. O'shaga berib darsni anglaydik. Keyin ustoz shogird dakkamda tanishib, darslarini anglab, ilmidan bahralanib degandek shu fursatga noil bo'ldik. Ya'ni u endi hozir yoshlarımizda başına o'zi yaxshi ko'rgan cho'lponlar, futbol cho'lponlari, naqshchilar u bularni shundoq do'raydigan, shundoq ko'rib oladigan hayajon bu nihoyatda tabiiy. Lekin bizningki işte yozuvchilarimizga, ilm egalarimizga, ustozlarimizga nisbatan mana shunday bir hayajonnimi bolalarimizning qalbiga sala olsak balki qaltis ish bo'ldi deb o'ylayman endi. Qandoq qilamiz vaqt oldimizda ko'ramiz-ku. Chet elda bizning nurg'un yozuvchilarimiz bor. Men o'ylayman yetarlik ularning hurmatini, ularningki qimmatini, qadrini qilolmayapmiz deb qarayman. Ularga shundoq hurmat, bir qadr-qimmat, bir sovrin berilsa, ilhomlanadi, texim yozadi. Chunki chet elda yozayotgan hech birisi yozayotgandan pul tepib, undan bir iqtisodiy manfaatga erisholmaydi. Shunga texim qadrini qilishimiz kerak deyman. Muxtar Avizovning hech asarlarini o'qib boqmabdi ekanman. Ma'ni nima qilgandan keyin o'qib beqish xayoliga kelib qoldim. Tarjima qilinmagan o'xshaydi qaraganda, ya tarjima qilinsimi men o'qimay qoldimmi. Avizov umrining oxirgi yillarida Janubiy o'lkalarga yangi roman yozish maqsadida ko'p qitim kelgan edi. Adil Ermakov bir so'rinda uning oqko'nglik bilan aytgan hikoyasining shohidi bo'lib ekan. Qanish Satbayev ikkisi Leningradda o'qib yurgan chaqlarda bir siganga paloch qizgan ekan. U Satbayevning olqini sapsilib qarab, ko'p qiyinchiliklarga uchraysan. Keyin shu qiyinchiliklarning barini yengib, ataqdanqi yiroq targan cho'ng olim bo'lasan deb deylik ayol. Avizovning qo'liga kelganda uzoq o'ylanib turib qopti. Andan keyin sen munoyat cho'ng odam bo'ladi ekansan. Danqing olamga tarildi ekan. Biroq yo'ling to'limi mushkul, murakkab, talay qatim o'limdan qutulib qilib azob chekib cho'ng obro'y qozonsan, 3 qatim o'ylanasan, ajling oxiri pichoqdan bo'ladi debdi. O'pcho'risi cho'r deb o'ltirganlarga Avizov. Hayot yo'limning xatarlik va murakkab bo'lgani rost. Ma'lumotchilik yillari xalq dushmani atilib, itilib ketishi mumkin edi. Ko'rdigan kunim bor ekan, amon qoldim. Ataqliq odam bo'lsan, deganimi yerim yoti to'g'ri chiqdi. Buning aytgandek katta odam bo'lmasimi, nomimni bir muncha xalq biladi. 3 qatim nikohliq bo'lsan, degani aynan to'g'ri chiqdi. Ajling pichoqdan bo'ldi, deganilar keyingi chog'larda meni andishiga sap qo'ydi. Kech qaytmaslikqa, kechida yolg'iz yurmaslikka tirishaman debdi. Avizovning Kreml doktorxonasida yetib, operatsiya ustida ko'z yumganligi hammamizga ayon. Rahmatlik, haqiqatan ajlini pichoqdan topdi-ku. Bular bek palg'ishiniga o'xshaydi qaraganda. Aytmatov. Taqdir deganni qo'ysangchi. Muxtar bilan oxirgi qatim 1961-yili doktorxonada yetish oldida Moskva mehmonxonasida ko'rishdim. U to'lim xushal ko'rinadi. Avuldan ilib kelgan qiz qatlamasi bilan oldirmay choy ichib, ota-boldek erkin mungdishib, kech soat 1gacha o'ttirdik. U Kontsov doktorxonasiga yotqili keldim. Tugmichak degan zararsiz ishqdaq qiladi. Kuch-quvvatim bor. Navqiranchig'imda qutulganim tuzukmikin dedi. Ulug' ustozning illiq chiroyini oxirgi qatim ko'rib, qo'lidan tamdini yeb, lavzini oxirgi qatim anglayotganimni bilsam-chu kashki. Atsi hech nimani xiyol qilmayla Fransiyaga uchib ketdim. Muxtardan Fransiyaning atoqliq yozuvchisi Louis Aragonning Moskvaga kelish hurmatiga o'rmontinda choy berganligini uqqanmidingiz? Yo'q. Aytmatovning gapi ma. Yo'q. Biroq uning Muxtar Avizov bilan yaqin do'stlardan ekanligini obdan bilaman. Shaxonov. Muxtarning o'zimi ko'yganning ko'zini yigidek gevdili kelishgan odam edi-ku. Choyga Din Muhammad Qunayev bilan Qanish Satbayev qatnashibdi. Xalqimizning bu ishga o'g'lonim bek egiz bo'yliq kishilar edi. Ularning yanida yana bir egiz yigit bor ekan. To'tining kelishgan qaddi qomatidan, aql parasidan mamnun bo'lib o'ltirgan Louis Aragon suhbat oraliqida qozoqlarning hammasi sizlarga o'xshash tembel kelamdi deb tong qopdi. Ama tembel degan gap Uyg'urchada
Naaytdi qamlashqan, gevdilik degan gap. Türkçede "Horon" degan gap. Hə, xalqımız boyluq. Şularning ichidagi eng pokiniki men debdi Muxtar chaqchaq qıptı. Chaqchaq qilib. Louis Aragon bu gapga ishinib texmi hayron qaptı. Dal mushu chaqda bölümge Cumhuriyetimizning shu chaqdagi ideologiya rahbari milliy san'atimiz keltirgan foydasidan ziyni ko'p pokin akbaraylarni to'qildab kirib kepti. Bu chaqda Muxtar darhol buningga o'xshashlar anda-sanda uchrab qoladi debdi. Avizovning mashhur Abay romanini fransuz tiliga tarjim qilgan Louis Aragonning sizning asarlaringizga nazar silishiga Muxtar birdan-bir sababchi ekanligi ma'lum. Bu qarshimizni Qirg'izistonning xalq yozuvchisi Junay Mavlanovning Munu xotirasi texmi cho'nqurlashtirdi. Men kitob o'qiyotgandim. Xat yozing. Junay Mavlanovning Munu xotirasi texmi cho'nqurlashtirdi. Bugun mishagicha o'qiydi. Davomini davomli o'qiymiz. Allohga emanet.